Assalomu alaykum qadrli ilmli onalar. Bugun sizlar bilan homiladorlikning 9-haftasi haqida gaplashamiz. Tezgina o'tirib oling hamda kanalga obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Har hafta homiladorligingiz qanday rivojlanayotganini men bilan kuzatib boring. Demak, siz 9 haftalik homiladorsiz. Men sizni tabriklayman, chunki siz allaqachon 3-oyga, ya'ni homiladorlikni 3-oyga o'tdingiz degani. Farzandingiz kichkinagina, lekin har kuni, har soatda shiddat bilan rivojlanib boryapti. Masalan, hozir farzandingiz allaqachon taxminan 2,3-2,5 sm. Agar 1 sm katakli daftarda 2 ta katak deb oladigan bo'lsak, demak, farzandingiz taxminan 5 ta katakchalik kattalikda yoki bitta zaytun yoki bir semizroq bo'lgan uzum kattaligida desak ham bo'ladi. Ko'rdingiz, o'tgan haftadan ancha o'zgarish bor. Agar siz hozir 9 haftalik homilador bo'lgan bo'lsangiz, demak, homiladorligingiz tugab, farzandingizni bag'ringizga olishingizga yana taxminan 31 hafta bor. Keling endi boladagi o'zgarishlar, uni rivojlanishi, sizdagi o'zgarishlar va turli xil boshqa muhim bo'lgan ma'lumotlarni sizga berib o'tsam. 1-2 hafta oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz, farzandingizni nerv tizimi qanday rivojlanayotgani va bolangiz kichkina baqani bolasiga o'xshayotganini sizga aytib o'tgandim. Hozir esa bolangizda muskullar rivojlanyapti. Uni nerv tizimi har kuni takomillashib boryapti. Hozir bolangizni allaqachon tishlari shakllanyapti. Bilasizmi, bizda bolalar tug'ilganda ularga kalsiy beradi, tish yaxshiroq chiqsin deb. Lekin aslida ular allaqachon tishi bilan tug'iladi. Faqat u tishlar milkning ichida bo'ladi va o'sha milkni yorib chiqishi kerak bo'ladi. Va o'sha tishlar, demakki, hozir siz homiladorligingiz 9 haftasidayoq, demak, bolangizni og'zini ichida rivojlanyapti ekan va keyingi haftadan boshlab bolangizni tishlari qattiqlashishni boshlaydi. Bundan tashqari bolangizni yuragi ham rivojlanib boryapti. Masalan, hozirgi kunga kelib bolangizni yuragidagi 4 ta klapan allaqachon rivojlanib bo'lgan. Va agar farzandingizni tup degan yurak urishini o'zingizda eshitishni xohlaydigan bo'lsangiz, bemalol o'ziga borsangiz bo'ladi va mana shu haftada albatta sizga yurak urishini ko'rsatib berishadi. Agar ko'rsatib bera olmagan bo'lsa, boshqa o'zing mutaxassisga borishni sizga tavsiya qilaman. Farzandingizni amniotik qopchasi ham kengayib boryapti va farzandingiz aynan shu qopchaning ichida rivojlanishda davom etyapti. Aytgandek, bir narsani unutmang. Siz nafaqat ichingizda farzand o'stiryapsiz, balki yangi organ ham o'stiryapsiz desam ishonasizmi? Bilaman, bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin sizni ichingizda platsenta deb ataluvchi yangi organ ham o'sib boryapti. Platsenta sizni bachadoningizga yopishgan bo'ladi va bolangizga hamma kerak bo'ladigan vitaminlar, hamma ovqat, hamma nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini bolangizga uni kindigi orqali yetkazib beradi. Ha, aytgandek, ba'zilar o'ylashar ekanki, bola kindigidan nafas oladi desa, shunday onani kindigidan bunday to'g'ri narsa borib, bolani kindigiga yopishgan bo'ladi deb o'ylashar ekan. Yo'q, aslida bunday emas. Men sizga aynan shuni tushuntirish uchun rasm qoldirib ketaman. Bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Sizni bachadoningiz mana 2 ta qo'li bor. Ichida sizni platsentangiz va platsentaga bola ulangan va bola ana shu platsenta orqali oziqlanadi. Ba'zida men homiladorligimda odamlar pastga qarab yotganimni ko'rsa, menga aytishardi-da, "Voy, pastga qarab yotmang, bolangiz dimiqib qoladi, bola kindigi orqali nafas oladi-yu" deb. Hattoki ba'zida menga hamshiralar, doktorlar shunaqa deganini eshitib hayron qolganman. Voy, bu meni kindigim orqali bola oziqlanib nafas olmaydi, o'zini kindigi orqali nafas oladi. Va umuman olganda bola onani qornining ichida bo'lganda u oddiy havodan nafas olmaydi, suvdan nafas oladi. O'sha amniotik qopchaning ichidagi suyuqlikdan nafas oladi. Qizlar, shu narsani ham e'tiborga olib qo'yinglar. Hozirgi kunda bachadoningiz taxminan kattagina apelsinni razmerida desak ham bo'ladi. Bachadoningiz kattaygan sari ko'proq siygingiz kelayotganini ham sezishingiz mumkin. Ya'ni oldingidan ko'ra ancha ko'proq siygingiz kelayotgan bo'lsa kerak. Bu umuman qo'rqadigan holat emas, faqatgina ko'p siyapman deb siyishga erinib, hojatxonaga borishga erinib, suv ichishni kamaytirib yubormang. Mana shu ko'p ayollarning xatosi. Ya'ni siz suv ichasizmi yo'qmi, baribir ko'proq hojatxonaga borishingizga to'g'ri keladi. Bu sizni badaningiz o'zgarib borayotgan gormonlar sizni bachadoningiz katta bo'lib siydik pufagini bosishi evaziga mana shu narsalar sodir bo'ladi, lekin hech qachon suvni ichishni kamaytira ko'rmang.
suvni ichishni to'xtatadigan, kamaytiradigan bo'lsangiz, sizni badaningiz suvsizlanib qoladi. Ko'ngillaynishlaringiz va umuman olganda ko'p boshqa yoqimsiz holatlar ko'payadi. Shuning uchun doimiy ravishda o'zingiz bilan bitta bakalashkada yoki agar ozgina pulni investitsiya qilib o'zingizga termos ola olsangiz, ana shu termosda iliq suv olib yuring va ozginadan ichishni unutmang. Homiladorlik testini qilgansiz-ku, o'sha homiladorlik testi qanaqa qilib ikkita chiziqchaga aylanib qoladi deb o'ylaysiz homilador bo'lganingizda. Bu narsa sizni siydigingizdagi HCG degan gormonni oshganini hisobiga bo'ladi. Ya'ni oddiy, homilador emas odamda HCG darajasi qanchadir bo'ladi. Bu HGC deyiladi rus tilida. O'zbek tilida inson gonadotrop gormonimi deyiladi. Lekin HGC desa hamma tushunadi, to'g'rimi? Demak, homilador emas ayollarda siydigdagi HCG darajasi qanchadir miqdorda bo'ladi. Homilador bo'lganingizdan keyin o'sha HCG gormon sezilarli ravishda ko'payib boshlaydi va o'sha testga siyganingizda testda HCG ga nisbatan чувствительность, ya'ni sezgirlik yuqorilashgan bo'ladi va o'sha narsa ikkinchi chiziqni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Homiladorligingiz rivojlanib borgani sari HCG darajasi oshib boradi. Bu nima degani? Bu degani siz ko'proq sevishni xohlaysiz degani. Aynan shu gormoningiz oshib borayotgani sizni o'sha bachadon pastki qismlaringizga ko'proq qonni yetkazib beradi. Bu bolangiz uchun juda ham zo'r, bolangiz rivojlanishi uchun juda ham yaxshi. Lekin o'sha bitta no tarafi bor, sizga ozgina noqulaylik keltiradi. Bitta asosiy tavsiyalarimdan yana bittasi sizlarga qizlar, hech qachon siygiz kelsa, siydigingizni ushlab turmang. Masalan, ba'zi qizlar bo'ladi, kechqurun siygiz kelyaptimi, chiqqani erinib, siydigini ushlab turadi. Agar shu darajada bo'ladi bo'lsa, xonangizga birorta paqircha olib kirib olasizmi? Xullas, nima bo'lganda ham siydigingizni ushlab turmang. Bu sizga og'riq va noqulaylik keltiradi. Hojatxonaga kirganingizda ozgina bunday oldinga belingizni qilishga harakat qiling. Shu narsa sizni siydik pufagingizni yaxshilab bo'shatib olishingizga yordam beradi. Va agar siy bo'lganingizdan keyin, masalan, juda ham ko'p, har 15 minutda, har yarim soatda siygingiz kelaverayotgan bo'lsa, siyganingizdan keyin hojatxonada ozgina o'tirib turing. Aytgandek qizlar, bu gaplarim uyatsizlik emas. Ilm olishda uyat qilinmaydi. Shuning uchun qandaydir savollaringiz sizni qiynayotgan bo'lsa, bemalol izohlarga yozib qoldiring. Siydik mavzusiga qaytamiz va siygan paytingizda siydigingizni rangiga e'tibor bering. Agar u to'q rangda yoki qizg'ish, shunaqangi to'qroq rangda bo'ladigan bo'lsa, demak siz yetarlicha suv ichmayapsiz. Siydigingiz rangi och sariq rangda bo'lishi kerak. Och sariq bo'lsa, молодец, zo'r. Oppoq bo'ladigan bo'lsa, bu ham muammoni belgisi hisoblanadi. Aytgandek, siydikni rangidan tashqari o'zingizning hissiyotingizga e'tibor berishni unutmang. To'g'ri, homiladorlikda ko'proq siygingiz keladi, lekin siyayotganda qandaydir achishish, og'riq, xuddi igna sanchganda yoki shunaqangi hissiyotlar bo'ladigan bo'lsa, sistit yoki qandaydir boshqa kasallik sizda bor bo'lishi mumkin va tezlik bilan bu narsani ginekologingizga aytib, uni maslahatini olishni unutmang. Homilador ayollarda juda ham ko'pida kuzatiladigan yana bir holat bu constipation and bloating, ya'ni ichingizni qotishi hamda gazga to'lib qolishi, ya'ni ko'pgina o'sirgiz kelishi. Bilaman, bu holat ko'pgina yangi kelinlar uchun uyatli bo'lishi mumkin va zo'rg'a chidaydigan kelinlar ham bo'ladi, lekin bu normal narsa, normal holat hisoblanadi. Sizni badaningizda yana takrorlayman, gormonlar o'zgarib boryapti. Ichingiz qotib, doimiy ravishda ichingiz qotib yurishiga yo'l qo'ymang. Har kuni kamida bir marta sizni ichingiz kelishi kerak, ya'ni kirib kaka qilishingiz kerak. Qizlar, bu narsa juda ham muhim. Iltimos, bu narsaga befarq bo'lmang va agar ichingiz kelmayotgan bo'lsa, sizga oddiygina, lekin ichingizni yaxshiroq keltirishga yordam beradigan dori bo'lmagan tavsiya berib o'tmoqchiman. Shaxsan menga bu narsa juda ham yordam bergan va bu aslida dinda, ya'ni sunnat sifatida bizga yetib kelgan narsa. Har bir ovqatdan oldin albatta kletchatkaga boy biror nima yeng. Pomidor, bodring, meva, olma. Kletchatkasi ko'p narsa. Kletchatka nima deydigan bo'lsangiz, ingliz tilida fiber deyiladi. Kletchatka bu o'sha voloknalarga to'la, o'zbek tilida hozir tushuntirib berishim qiyin bo'lyapti, lekin kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarga misollarni ekranda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qizlar, albatta bu narsaga bee'tibor bo'lmang. Har kuni kamida ichingiz bir marta kelishi shart. Badaningizda sodir bo'layotgan yana bir ajoyib o'zgarishlardan biri, katta ehtimol bilan bu ko'kraklaringizni
yanada sezgirlashib ketayotgani. Ko'pgina ayollarda homiladorlik rivojlangan sari emchagini atrofidagi qora qism kengayib boradi, emchaklari ham o'sib boradi va umuman olganda ko'krakni o'zidagi tomirlar yanada ko'rinarli bo'ladi. Eng qiziqarlisi esa ko'kragingiz oldin hech qachon bunaqa bo'lmagan va hozir juda ham sezgir. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Men o'zim homiladorligimda, bilasizmi, qizlar gaplashayotganda deb qo'limizni bunday qilib gapiramiz-ku bir-birimizni ushlab. Seni menga shunaqa qilib gapiraman deb shunday qo'li tegib ketganda o'tirib shunaqa uzoq yig'laganman. Albatta ko'pgina bir payt kulishingiz, tezda yig'lagingiz kelishi, bu narsalar ham gormondan, lekin ko'kraklaringiz shu darajada sensitiv, ya'ni sezgir bo'lib ketadiki, og'riq juda ham kuchli bo'lishi mumkin. Bu agar sizda shunaqangi holat kuzatilayotgan bo'lsa, hech ham xavotirlanmang, bu narsa ham normal hisoblanadi. Endi toksikoz haqida bundan oldingi videolarimizda gaplashib o'tganmiz. Qizlar, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, toksikozda nima qilish kerak, nima qilsangiz yengilroq bo'ladi, hammasini bundan oldingi haftalik videolarimizda ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Homiladorligingiz rivojlanib borgani sari siz o'zingizni badaningiz ham kattayayotganini his qilishingiz mumkin. Ba'zilar homiladorlar uchun maxsus shim, ishton kiyimlar olishadi, lekin hozir birozgina erta, hali qorningiz ancha kattalashadi, o'sha paytda olishingiz mumkin. Lekin sizga ajoyib bir tavsiyalarimdan biri bu albatta lifchigingizni yangilang. Qizlar, ko'kragingiz bundan buyog'iga faqat kattayib boradi. Kattayadi, hali beri kichraymaydi. Bolangizni ko'krakdan chiqarmaguningizgacha kichraymaydi va agar mabodo ketma-ket homilador bo'lib qoladigan bo'lsangiz, kichkina ko'kraklarda hali beri orzu ham qilmay qo'ying. Shuning uchun juda ham qulay bo'lgan lifchik sotib oling. Qulay lifchik, qizlar, chiroyi, bir nima bejirimlilariga qaramang. Faqat sizga qulayligiga qarashga harakat qiling. Xo'p, qulay lifchikda endi jinsiy aloqa qanaqa bo'ladi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Keling, bugungi mavzuda hamma uyatli degan mavzularni bugungi videomizda o'tkazamiz. Xo'p, homiladorlik davomida jinsiy aloqa normal qilsangiz bo'ladi. Любой vaqtda qilsangiz bo'ladi. Homiladorlik boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham. Faqat bizda ko'p doktorlar shunchaki xavotirlangani uchun qilmay turinglar. Birinchi trimestrda umuman bir-biringizga yaqinlashmanglar deydi qizlar. Jinsiy aloqa vaqtida turmush o'rtog'ingizni jinsiy a'zosi sizni ichingizga kiradi, lekin u vaginaning ichiga kiradi. Ya'ni bachadonga yetib bormaydi. Bolani umuman tegmaydi. Bola bilan turmush o'rtog'ingiz jinsiy a'zosining o'rtasida sizni bitta narsa ajratib turadi, ya'ni probkaga o'xshagan narsa ajratib turadi va umuman xavotirlanmang, bachadon bo'ynidan u yog'iga o'tib keta olmaydi sizni turmush o'rtog'ingiz jinsiy a'zosi. Umuman qisqa qilib aytadigan bo'lsak, homiladorlikda jinsiy aloqa xavfli emas. Endi qarang, agar sizda qon ketish yoki qanaqadir maxsus qandaydir holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizda xohish bo'lmasa, majburlab jinsiy aloqa qilish shart emas. Lekin jinsiy aloqa xavfsiz, qo'rqib, ya'ni doktor bunaqa dedi deb turib yo'q qo'yishingizni tavsiya qilmayman. Agar o'zingizda xohish bo'ladigan bo'lsa va ko'p ayollarda umuman olganda homiladorlik davomida jinsiy xohish kamayib boradi, lekin agar o'zingizda xohish bo'ladigan bo'lsa, bemalol turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda vaqtingizda chog' o'tkazishingiz mumkin. Endi homiladorligingiz rivojlangan sari oldingidek yetarlicha ho'llik, namlik yo'qligini ham sezishingiz mumkin va bu narsa ham normal qizlar. Bilaman, ko'p narsalar normalga o'xshamagan narsalarni normal deb aytyapman, lekin homiladorlik shunaqa narsa. Agar sizda juda ham ko'p quruqlik bo'layotgan bo'lsa va jinsiy aloqada bu narsa sizga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, aptekalardan lubrikant degan narsa, xavfsiz bo'lgan lubrikantni sotib olishni tavsiya qilaman. Hech qachon tupuk ishlatmang, vazelin ishlatmang, sovun ishlatmang. Qizlar, o'zingizni qizingizga juda ham ehtiyotkor bo'ling. Bugungi darsligimiz sal uzunroq bo'ladi, lekin qizlar, agar haligacha poliklinikaga chiqmagan bo'lsangiz, tezda poliklinikaga chiqib, o'sha yerda ariza qoldiring hamda poliklinikangizda ro'yxatdan o'ting. Bilaman, bu juda ham ko'p bosh og'riqli ish bo'lishi mumkin, lekin agar hoziroq bu ishni qilmaydigan bo'lsangiz, kelajakda yanada ko'proq sizga bosh og'riq aniq kutib turgan bo'ladi. Agar doktoringizga borishda sizda qandaydir muammolar bo'layotgan bo'lsa yoki ginekologingiz sizga yoqmayotgan bo'lsa, poliklinikadagi sizga mas'ul bo'lgan hamshiradan boshqa ginekologni sizga tayinlashini iltimos qiling. Qizlar, ginekolog sizdan qanday savollar so'raydi va bu kabi masalalarni o'tgan haftalardagi videolarda gaplashib o'tganmiz. Hamma homiladorliklar ham zo'r o'tavermaydi. Ba'zi ayollarda istalmagan homiladorlik paydo bo'lgan bo'lishi mumkin.
Agar sizda istalmagan homiladorlik bo'ladigan bo'lsa va qandaydir jiddiy sabab bo'ladigan bo'lsa, siz doktoringiz bilan maslahatlashgan holda homilani abort qilishingiz mumkin. Bu mavzuda umuman gapirishni istamayman, lekin haqiqatda abortni talab qiladigan holatlar bo'ladi. Bolada aniq nogironlik ko'rsatilishi mumkin. Bu narsa yanada aniqroq 11-12 haftaligingizda aytib o'taman. 11-12 haftani videosini ham albatta tomosha qiling va shu kabi holatlar bo'ladigan bo'lsa, bolangizni muddati kichkinaligidayoq abort qilish siz uchun yaxshiroq bo'ladi. Bundan tashqari, islom dinida ham tavsiyalar 16 haftagacha bo'lgan bolaga ruhlanmasligi aytilgan. Shuning uchun agar shu kabi yoqimsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsani, ya'ni bolani kattarib ketishini kutmaslikni sizga tavsiya qilaman. Ammo agar o'zingiz shunchaki qiyinchilik ortidan yoki turmush o'rtog'ingiz bilan bo'layotgan qandaydir konflikt yoki oilangiz bilan bo'layotgan konfliktlar ortidan farzandingizdan voz kechmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda hech bo'lmasa psixologga uchrashingizni hamda buni haqida yaxshilab o'ylab ko'rishingizni sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Qizlar, hozir homiladorligingizni nechinchi haftasidasiz? Izohlarga sizda hozir sizni qiynayotgan savollaringizni yozib qoldiring. Aytgandek, Telegram kanalim hamda guruhimga qo'shilib olsangiz, siz kabi boshqa homilador ayollar bilan doimiy ravishda gaplashishingiz mumkin. YouTube'da qo'yilmaydigan ba'zi darsliklar Telegram kanalimda bor. Ko'rishguncha keyingi haftada. Xayr qizlar.